Salom, aziz tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilmoqchiman. Sizning ko'pchiligingiz bu yangilikni kutayotgan edingiz. Chunki u har birimizga, ayniqsa keksa avlod vakillariga va yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlarga bevosita taalluqli. Bugun pensiya tizimida yuz bergan ulkan o'zgarishlar haqida so'z yuritamiz. Hozirgina ma'lum bo'ldiki, O'zbekistonda pensiya qoidalari tubdan o'zgarmoqda. Bu nafaqat yangi pensiyaga chiquvchilarni, balki allaqachon nafaqada bo'lganlarni ham qamrab oladi. Ushbu ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart, chunki bu sizning kelajakdagi farovonligingizga ta'sir qiladi. Keling, avvalo muammoning mohiyatini tushunib olaylik. Pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib boradi. Ammo ba'zida shunday o'zgarishlar bo'ladiki, ular butun tizimni tubdan o'zgartirib yuboradi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ilgari pensiya hisoblashda asosiy e'tibor ish stajiga va oxirgi 5 yildagi maoshning o'rtacha ko'rsatkichiga qaratilar edi. Ba'zi hollarda eng yuqori maosh olingan 5 yil tanlab olinar edi. Bu tizim o'ziga xos tarzda ishlagan, lekin vaqt o'tishi bilan ba'zi kamchiliklar yuzaga chiqdi. Masalan, norasmiy ishlagan yillar hisobga olinmas edi. Yoki ba'zi fuqarolarning maosh konvertda berilganligi sababli rasmiy daromad past ko'rsatilar. Bu esa pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Hozirda esa ushbu yuzaga kelgan nomuvofiqliklarni bartaraf etish maqsadida pensiya tizimiga yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Endilikda pensiya hisob-kitoblarida ko'proq adolat va shaffoflikni ta'minlash, shuningdek pensiya yoshidagi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish ustuvor vazifa qilib belgilangan. Bu esa degani pensiya hisoblash qoidalari, ish stajini tasdiqlash tartiblari, hatto pensiyaning o'zi qanday to'lanishi borasida ham o'zgarishlar bor. Asosiy qismning birinchi bo'limiga o'taylik. Bu o'zgarishlar nimani anglatadi? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, eng katta o'zgarish bu pensiya hisoblash uslubiyatining o'zi. Endilikda sizning pensiyangizni hisoblashda nafaqat so'nggi yillardagi maosh, balki butun ish staji davomidagi sug'urta badallari miqdori ham chuqur tahlil qilinadi. Ya'ni sizning har bir oyda pensiya jamg'armasiga o'tkazgan pullaringiz bevosita pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Bu esa norasmiy ish bilan shug'ullangan yoki maoshi rasman past ko'rsatilgan fuqarolar uchun ma'lum bir xavotirni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki agar sizning mehnat daftarchangiz bor bo'lsa-yu, lekin unga mos ravishda pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilmagan bo'lsa, bu yillar stajga kirmay qolishi yoki pensiya miqdoriga kamroq ta'sir qilishi mumkin. Keling konkret misollar bilan tushuntiray. Birinchi misol. Farhod aka. U 1931 yilda tug'ilgan, jami 3 yildan ortiq mehnat stajiga ega. Uning so'nggi 10 yillik ish faoliyati davomida maosh ancha yuqori bo'lgan. Lekin undan avvalgi 15 yil davomida kichik korxonada rasmiy maosh juda past ko'rsatilib kelingan. Eski qoidalarga ko'ra Farhod aka eng yuqori maosh olgan 5 yillik davrni tanlab pensiyasini hisoblattirishi mumkin edi. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirar edi. Endi esa yangi qoidalar joriy etilgach, pensiya jamg'armasi uning butun ish staji davomidagi barcha sug'urta to'lovlarini tahlil qilib chiqadi. Agar Farhod aka korxonasi tomonidan dastlabki 15 yil davomida pensiya jamg'armasiga minimal miqdorda badallar o'tkazgan bo'lsa, bu yillar uning pensiya miqdoriga kamroq hissa qo'shadi. Natijada Farhod akaning kutilgan pensiya miqdori bir muncha pastroq bo'lishi mumkin. Masalan, u 2 million so'm pensiya kutgan bo'lsa, yangi hisob-kitoblar natijasida 2 million so'm yoki undan ham kamroq pensiya tayinlanishi mumkin. Ikkinchi misol Gulnora opa. U 1932 yilda tug'ilgan, uy bekasi bo'lib, hech qachon rasman ishlamagan. Ammo oxirgi 5 yilda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, o'zini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazgan va pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda ixtiyoriy badallar to'lagan. Ilgari uning bunday qisqa muddatli faoliyati pensiya olish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin edi. Chunki minimal ish staji talablari ancha yuqori edi va faqat rasmiy ish beruvchi orqali to'langan badallar hisobga olinardi. Yangi qoidalarga ko'ra esa Gulnora opaning ixtiyoriy badallari to'liq hajmda hisobga olinadi. Agar u minimal talab qilingan miqdorda badallarni to'lagan bo'lsa va yoshiga mos ravishda minimal stajga ega bo'lsa, masalan 5-7 yil, u endi pensiya olish huquqini qo'lga kiritishi mumkin.
Bu degani yangi tizim norasmiy sektorda ishlagan yoki mustaqil ravishda o'ziga o'zi band bo'lgan fuqarolarga nisbatan adolatliroq bo'ladi. Chunki ularning pensiya jamg'armasiga qilgan har bir to'lovi o'z aksini topadi. 3-misol. Baxtiyor aka. U 1930-yilda tug'ilgan, dartan yil stajga ega, lekin shundan 10 yilini chet elda ishlagan va u yerda ham rasmiy ravishda pensiya sug'urta badallarini to'lagan. Eski qoidalarga ko'ra, chet elda ishlagan vaqtni hisobga olish murakkab jarayon edi. Ko'p hujjatlar talab qilinar va ba'zida umuman hisobga olinmas edi. Yangi qoidalarga ko'ra, xorijiy davlatlarda olingan ish stajini hisobga olish mexanizmi soddalashtiriladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari asosida yoki pensiya jamg'armasi bilan hamkorlik qiluvchi davlatlarning tegishli organlari tomonidan berilgan ma'lumotlar asosida chet eldagi staj ham hisobga olinishi mumkin. Bu degani, Baxtiyor aka endi xorijdagi 10 yillik ish stajini ham tasdiqlab, umumiy stajini oshirishi va shu orqali yanada yuqori pensiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ammo bu yerda ham muhim jihat bor. Chet eldagi sug'urta to'lovlari miqdori ham ahamiyatli bo'ladi, chunki u ham umumiy pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan quyidagi to'fadagi fuqarolar, ish staji rasmiy ravishda to'liq ko'rsatilmaganlar yoki maoshlari rasmiy hujjatlarda past ko'rsatilganlar. Ikki pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari muntazam ravishda yoki to'liq miqdorda o'tkazilmaganlar. Mehnat daftarchalarida xatoliklar mavjud bo'lganlar yoki hujjatlari yo'qolganlar. 4. Chet elda ishlagan, ammo bu haqda rasmiy hujjatlari bo'lmaganlar. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Bir butun ish staji davomida rasman ishlagan va pensiya jamg'armasiga to'lovlari doimiy ravishda amalga oshirilgan fuqarolar. Ular uchun yangi tizim odatda foydali bo'ladi. Chunki har bir to'langan so'm pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda pensiyada bo'lganlar. Ularning pensiyalari qayta ko'rib chiqilmaydi va yangi qoidalar asosan kelgusi pensiya tayinlanishlariga taalluqli bo'ladi. Biroq agar ular pensiya miqdorini qayta hisoblatishni xohlasalar, masalan qo'shimcha ish staji paydo bo'lsa, u holda yangi qoidalar qo'llanilishi mumkin. Ixtiyoriy badallar to'lagan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Ular uchun bu tizim ko'proq foydali, chunki ularning badallari endi to'liq hisobga olinadi. Asosiy qismning ikkinchi bo'limi qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, pensiya qoidalarida ham istisnolar va nozik jihatlar mavjud. Yangi o'zgarishlar bilan bu nuanslar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi muhim nuans ish stajini tasdiqlashda raqamli ma'lumotlar ustuvorligi. Endi sizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan bir qatorda raqamli ma'lumotlar bazalaridagi sug'urta badallari haqidagi ma'lumotlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Agar sizning mehnat daftarchangizda ish staji to'liq yozilgan bo'lsa-yu, ammo pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida tegishli to'lovlar aks etmagan bo'lsa, bu yillar stajga kirmasligi yoki nisbatan past koeffitsient bilan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun ish stajini tasdiqlashda nafaqat mehnat daftarchasi, balki korxonaning pensiya jamg'armasiga qilgan to'lovlari haqidagi arxiv ma'lumotlari ham tekshirilishi kerak. Ba'zi fuqarolar eski korxonalarning tugatilgani yoki arxiv hujjatlarining yo'qolganligi sababli katta qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat imtiyozli pensiyalar. Ba'zi kasb egalari, masalan, tog'kon sanoat xodimlari, ayrim tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar qonunchilikda belgilangan imtiyozli shartlar asosida pensiyaga chiqish huquqiga ega edilar. Yangi qoidalar bu imtiyozlarni butunlay bekor qilmaydi, ammo ularning qo'llanilish tartibida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, imtiyozli staj uchun talab qilinadigan sug'urta badallarining minimal miqdori oshirilishi mumkin yoki ba'zi imtiyozli kasblar ro'yxati qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Agar siz imtiyozli pensiya olish huquqiga ega bo'lsangiz, albatta bu boradagi aniq yangiliklarni kuzatib borishingiz va pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashishingiz shart. Uchinchi qaltis jihat nogironlik pensiyalari va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari. Bu turdagi pensiyalar uchun ham ayrim o'zgarishlar kutilmoqda. Avvalgi tizimda nogironlik darajasi va ish stajiga qarab pensiya miqdori belgilanar edi. Endi esa nogironlik pensiyasini hisoblashda ham sug'urta badallarining ahamiyati oshirilishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari esa marhumning ish staji va to'lagan sug'urta badallari miqdoriga bevosita bog'liq bo'ladi. Bu oilalarga qo'shimcha hujjatlarni tayyorlash
va taqdim etish zaruratini keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, marhumning so'nggi ish joylaridan o'rtacha maosh to'g'risidagi ma'lumotlar o'rniga uning hayoti davomida pensiya jamg'armasiga qilgan barcha to'lovlar haqidagi ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. 4. Noziklik, pensiya yoshining o'zgarishi. Hozirda O'zbekistonda erkaklar uchun pensiya yoshi 60 yosh, ayollar uchun esa 55 yosh etib belgilangan. Yangi o'zgarishlar pensiya yoshiga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Ammo ayrim hollarda, masalan, yetishmayotgan stajni to'ldirish yoki pensiya miqdorini oshirish maqsadida pensiya yoshini kechiktirish imkoniyatlari kengaytirilishi mumkin. Bu degani, agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, lekin ishlashda davom etishni xohlasangiz, harbiy kechiktirilgan yil uchun pensiya miqdoriga qo'shimcha foizlar qo'shilishi mumkin. Bu rag'batlantirish mexanizmi ko'plab rivojlangan mamlakatlarda qo'llaniladi va keksa fuqarolarning mehnat faoliyatini davom ettirishga undaydi. 5-qaltis jihat, pensiya hisoblashda ma'lumotlar bazasidagi xatoliklar. Garchi tizim raqamlashtirilgan bo'lsa ham, ba'zida ma'lumotlar bazalarida xatoliklar uchrab turishi mumkin. Masalan, sizning ism familiyangizda, tug'ilgan sanangizda yoki ish staji haqidagi ma'lumotlarda xatolar bo'lishi mumkin. Bunday xatoliklar pensiya tayinlanishini kechiktirishi yoki pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan ancha oldinroq o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni pensiya jamg'armasi bazalarida tekshirishingiz juda muhim. 6. Noziklik, pensiya tayinlash muddatlari va tartiblari. Yangi qoidalar bilan pensiya tayinlash jarayonlari ham optimallashtirilishi mumkin. Ya'ni hujjatlarni topshirishdan tortib, pensiya tayinlanganligi haqidagi xabarnomani olishgacha bo'lgan jarayonlar tezlashishi va soddalashishi mumkin. Balki hujjatlarni onlayn tarzda, elektron tarzda topshirish imkoniyatlari kengaytiriladi. Bu esa ayniqsa chekka hududlarda yashovchi yoki jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun katta yengillik bo'ladi. Keling endi eng muhim qismga, amaliy maslahatlarga o'taylik. Siz nima qilishingiz kerak? Qaysi hujjatlarni to'plashingiz va qayerga murojaat qilishingiz lozim? Birinchi va eng muhim qadam, o'z shaxsiy pensiya hisobingizni tekshiring. Hozirda har bir fuqaro o'zining pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan sug'urta badallari haqidagi ma'lumotlarni e-pensiya yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mening Dongqoq Kubuz orqali tekshirish imkoniyatiga ega. Agar siz hali buni qilmagan bo'lsangiz, hoziroq shu portallarga kiring va shaxsiy kabinetingizga kirib, barcha ma'lumotlaringizni, ayniqsa ish stajingiz va pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Agar biror nomuvofiqlikni topsangiz, masalan, siz ishlagan davrlar pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida aks etmagan bo'lsa, darhol choralar ko'rishni boshlang. 2-qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport, mehnat daftarchasi. Bu eng asosiy hujjatlardan biri. Undagi barcha yozuvlarning to'g'riligini, muhri va imzolarining mavjudligini tekshiring. Agar ish stajingizda qandaydir uzilishlar bo'lsa, buning sababini aniqlashga harakat qiling. 30. Maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz oxirgi 5 yildagi maoshlaringizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar olishingiz kerak bo'lsa, bu hali ham qo'shimcha ko'rib chiqilishi mumkin. Ish beruvchingizdan so'rang. Yangi qoidalarda bu talab biroz o'zgargan bo'lsa ham, ba'zida pensiya jamg'armasi qo'shimcha ravishda so'rashi mumkin. 4. Diplomlar, o'quv yurtini tugatganlik haqidagi shahodatnomalar. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qigan davrlar ham ish stajiga qo'shilishi mumkin. Harbiy guvohnoma, harbiy xizmat davri ham stajga kiradi. 6. Nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. 7. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, farzandlaringiz bo'lsa, ayollar uchun stajga qo'shimcha davrlar qo'shilishi mumkin. 8. Agar chet elda ishlagan bo'lsangiz, tegishli mamlakatlardan olingan ish staji va sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar, bu hujjatlar rasmiy tarjima qilingan va notarial tasdiqlangan bo'lishi kerak. 9. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa. O'z-o'zini band qilgan shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringiz haqidagi kvitansiyalar yoki bank ma'lumotnomalari. 3-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizning hujjatlaringizda yoki e-pensiya ma'lumotlar bazasida qandaydir muammolar, nomxol o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerdagi mutaxassislar sizning holatingizni ko'rib chiqadi
va qanday yo'l tutishingiz kerakligini maslahat beradi. 4-qadam murojaatni yozish. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilayotganda o'zingizning muammoingizni aniq va tushunarli qilib yozma ravishda bayon eting. Masalan, mening pensiya bazamda 1995 yildan 2000 yilgacha ishlagan davrim aks etmagan. Mehnat daftarchamning nusxasi va ish joyimdan ma'lumotnomani ilova qilyapman. Ushbu davrni ish stajimga kiritishda amaliy yordam berishingizni so'rayman kabi. Har qanday yozma murojaatning nusxasini o'zingizda saqlab qo'ling va murojaat qabul qilinganligi haqidagi sanani, raqamni yozib oling. 5-qadam sudga murojaat qilish imkoniyati. Agar pensiya jamg'armasi sizning muammoingizni hal qila olmasa yoki sizning talablaringizni qondirmasa, oxirgi chora sifatida sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Masalan, agar eski korxonangiz tugatilgan bo'lsa va uning arxiv hujjatlari yo'qolgan bo'lsa, siz sud orqali ish stajini tasdiqlashingiz mumkin. Bunday hollarda sudga murojaat qilish uchun sizga advokat yordami kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam yangiliklarni kuzatib boring. Pensiya qoidalaridagi o'zgarishlar dinamik jarayon bo'lgani sababli rasmiy manbalardan, masalan, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali, pensiya jamg'armasining rasmiy sayti va boshqa ishonchli ommaviy axborot vositalaridan kelayotgan yangiliklarni muntazam ravishda kuzatib borishni unutmang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pensiya tizimidagi yangi o'zgarishlar adolat va shaffoflikni oshirishga qaratilgan bo'lib, har bir fuqaroning pensiya jamg'armasiga kiritgan hissasini to'liqroq aks ettirishni maqsad qilgan. Bu ba'zilar uchun ijobiy, ba'zilar uchun esa qo'shimcha harakatlarni talab qilishi mumkin. Ammo buni o'z vaqtida tushunib, to'g'ri choralar ko'rsangiz, kelajakdagi pensiyangizni ta'minlashda hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu videoni yaqinlaringiz, do'stlaringiz va ayniqsa keksa qarindoshlaringiz bilan baham ko'ring, chunki bu ma'lumot ularga ham juda zarur bo'lishi mumkin. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qanday o'zgarishlar haqida eshitgansiz? Sizni nimalar ko'proq tashvishga solmoqda? Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha